Hammaga salom, qadrli do'stlar, qadrli Zo'r Mebel obunachilari. Mana o'sha har doim mana kanalimizga qo'yib ketamiz. Buni obunachilarimiz juda yaxshi biladi. Hozir bu yerga bir ikkita yangi faneli gaz plitalarimiz kelgan. Shular bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Yana narxni esdan chiqarganlarga, yangi obunachilarga bemalol hozir narxlarni chiroyli qilib tushuntirib o'tamiz. Bu borasida Jahongir bizga yaqindan yordam berib turadi. Nanovi gaz plitalarni bitta ko'rsatib berasiz. Bu yerda hozir mana bu stoyaщий deydi bu gaz plitalarda. Stoyaщий gaz plitalarimiz bular mana ishvakidan ko'proq olardi. Mana funksiyalisi ham kelib qolibdi. Bitta ko'rsatib qo'ying ana shuni. Qanaqa nima bo'ladi? Bu funksiyasi ko'pincha bizdan duxovkani ishlatishda ishlatamiz. Duxovkasi bo'ladi buni past qismi ham tepa qismi ham to'liq elektriskiy tok bilan ishlaydi. Горелкалari esa chugundan, полный gaz kontrol juklarlari mavjud. Bu asosiy displey esa shu duxovkani boshqarishda ishlatamiz. Tushunarli. Mana bunisi yo'g'ida ham o'zi duxovkani boshqarsa bo'ladi, faqat bu yerda qo'shimcha emas bo'ladi. Ha, bo'ldi. Tushunarli. Bunimiz bilan unimizni narxi qanaqa raziyat qiladi? Mana bu nimasi yo'q, funksiyasi yo'g'ida. Shu 500 mingda ko'p bilan 500 ming so'm. Hozirgi kunda mana shu gaz plitalarimiz bittasi shu misol bez funksiyasisaligi 3 million qancha so'm edi? Narxi 3 million 200. 3 million 200 ming so'm. Hozir tushunarli. 3 million 200 bo'lsa 500 farqisi 3 million 700 ming so'm unimiz bo'lyapti, to'g'rimi? Xo'p, endi bu yerda hozirgi kunda juda ko'pchilik bu gaz plitamizdan ko'ra buni afzal ko'ryapti. Buni sababi qulay taraflarini men o'zim ham aytib o'tiraman. Qulay taraflari birinchidan narx arzon. Narxi juda ham выгодный. Ikkinchidan qulog'i tepa tarafda turadi bularda. Demoqchi bo'lganim, yosh bola mana bu joydan ishlatmaydi. Misol uchun 2 yoshli bolalar, 3 yoshli bolalar misol uchun ko'p kelib turib mana shu narsalarni burab qo'yadi. Gaz chiqib turadi. Buni bezopasnost tarafi ham yaxshi, narx taraflama ham juda zo'r. Shuning uchun bilmayman, avvallari shvakidan qo'yardik juda ko'p joyimizga. Mana shu stoyaщий gaz plitamiz hozir fanelikka o'tib ketdik. Почти 99% klientimiz fanelikdan beryapti. Endi buni afzal taraflari, misol uchun yaqinda kelgan gaz plitalar qani menga tashlagan. Samolyotimiz bor. 7H. Tushuntirib o'tsangiz. Горелкалari to'liq chugundan yasalgan, o'zida gaz kontrol, zajigalkasi bor, bemalol ishlatish mumkin. 4ta gazli hisoblanadi, bittasi elektriskiy, qolgan 3tasi gaz bilan ishlaydi. Xavfsiz, aytganingizdek, materiali kalyonniy stiklo, sinmaydigan, baquvvat, moshniy. Tushunarli. Shu informatsiya shuda. Ana. Bu bitta elektriskiy, 3ta komfortkalik. Hozir ko'rib turgan bo'lsanglar, mana yonida bitta gaz plitamiz turibdi. Bular narxi arzon. Misol uchun shu kuniga oddiy misol uchun mana shu farqini misol uchun ko'rsatib qo'ysak ham bo'ladi. Mana shu ikkalasida mana baquvvatligida ko'rsanglar bo'ladi. Bitta o'zi xuddi shunday. Shu kunida, dizaynida, mana kalyonniy oyna deyapsiz. Mana shu kalyonniy oynasida mana klassik dizayn beradi. Xuddi shunday. Mana ular ham nechga ekan bilmayman. Nechga. Nikelga chiroyli holatga chiqqan ekan. Ana shu gaz plitamiz. Buni narxi nechta bo'lyapti? Bu narsa 1 million 400. 1 million 400 ming so'm, 1 million 400 ming so'm. Atrofda nechta shu narsamiz? Qolgan joylarda. 1 million 600, 1,5 million atrofida. Sizlarga hozir eng skidka narxlarni chiqaryapmiz. Bu narsani har kim ham har doim ham chiqara olmaydi. Sababi men o'zim obunachilarim uchun chiqaryapman bu narsani. O'sha foydalanib olsin. Tayyor magazinimiz, onlayn ham olsangiz bo'ladi, kelib olsangiz ham bo'ladi. Misol uchun birov telefon qilib, biz adresimiz falon joyda. Shu narsa kerak edi, jo'natib olinglar desanglar, nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Doim nomerlari bo'lgan. O'zlari chiqarib berishadi. Qulayli taraflari ham shu, aldamaydi. Umuman aldov degan narsa yo'q. O'sha misol uchun 1 million 400 deyilyapti, misol 1 million 400 ming so'm. Bundan misol uchun qo'shib yo boshqa qilinmaydi narx navosida. Atrofda magazinlarga kirib ko'rib aylangan tadbirlarda mana shu narsani 1 million 400 da ololmaysizlar degan maqsadda chiqaryapmiz. Bu yerda vitishkalarimiz bor. Vitishkamizni eng kerakli narsalardan boshlayapmiz. Hozir yana qolgan narsalarni ham даже pilsuslargacha ham hozir ko'rsatishga harakat qilib beramiz. Bu vitishkamiz, bu yangi keldimi bu ham? Ha, bu narsa ham yangi keldi. Bu ham shu 7H brendidan ishlab chiqarilgan. Ikki firma bir xil, ha? Ikkovi bir xil, ha. To'liq sensorli, mana. Ko'rsatib o'tamiz, to'liq sensorli. 3 ta boshqaruv tizimiga ega. Dizayni ham shu klassikda, bu ham. Hozirgi zamonaviy.
Bitta Endi. motorli. Motor ham Tushunarli. Hozir sizlarga bitta narsani ko'rsatib o'taman. Menga eng yoqadigan narsani aytaymi, mana shu vitishkani, mana shu soham bo'yicha men o'zim bitoy texnikada bo'lmasam ham, lekin mebelda bo'lsam ham, mana shu narsalarda immuniy bilishim shart. Mukammal bilaman degan misol uchun aytib to'g'rimi? Mana bu narsa mana ko'ryapsizlar. Juda ham baquvvat ishlangan. Oddiy misol setkasi. Ba'zi vitishkalarda misol uchun qayerda ko'rsatsak bo'ladi? Ba'zi vitishkalarda mana shu keling bitta ko'rsating-da shuni. Bu arzon vitishkamiz. Ba'zi vitishkalarda oddiy misol uchun mana shu yog' to'planadi-yu shu setkasiga. Shu setkasi yog' to'plagan vaqtida yuvayotgan jarayonda ham, yo bo'lmasa bu artib tozalayotganda ham ozgina qo'pollik qiladigan bo'lsa qayrilib ketadi. Mana ular plastmassa, to'g'rimi? Plastmassa. Lekin mana bu narsa, bu вообще boshqa narsa-da. Bu polni temir qoplamasi, 2 qavatli mana rishotkasi ham. U degani, bilmayman, juda ham zo'r xizmatini qilib beradi. Akkuratniy narsa. Ko'rib turibsizlar, bunaqa vitishkani o'zi har qaysi joydan ham topa olmaysizlar. Sababi bu narsa immuniy o'sha zavodini o'zidan chetdan olib kiriladi. Pod zakaz olib kiriladi. Misol uchun katta partiyada 100 tami, 500 tagami zakaz berilib turib, immuniy ana shu firma bilan shartnoma qilib olib kiriladi. Bu degani mana shu vitishkada bu do'konga kirsangiz ham, bu do'konga kirsangiz ham bor degani emas. Bu narxga hozir misol uchun narxini aytib o'tadi. Yo'q, topa olmaysizlar. Nech pul? 850 ming. 850 ming mana. Ko'rib turibsizlar. 850 ming. Boshqa joyga kiradigan bo'lsangiz, oddiy Kretrinkaga boradigan bo'lsangiz ham $100 olasiz. Men o'zim bir marta o'sha bitoy mana shu Samarqandda shu bitoy texnika magazinimiz bilan hamkorlikda ishlashdan oldin, endi biz ham aylanib yurganmiz, arzon joylarni ko'p istaganmiz, to mana shu joyda topmagunimizcha boshqa joylardan olib yurganmiz. Men o'zim kirib Kretrinkadan o'sha joydan $100 ga o'zim sotib olganman. U ham bu darajada ana u nima emasdi. Misol uchun mana bu temirlik yo boshqa led galogenlari ham vobshe chiroyli chiqibdi bu narsani. Hali yoqadigan bo'lsa ham yorug'ligi ancha beradi bu narsani. Avvalgilar misol uchun chiqardi, mana ularda juda ham past weight beradi. Endi bunaqa vitishkalarimiz ham bor. Misol uchun bu vitishkalar ham bor. Bu vitishkalar razmeri 90 sm, 60 sm-ligi ham bor mana tepa taraflarda. Bularda yo'nalishi o'zi, qo'yilishi o'zi oddiy narsalar misol uchun. Mana shunaqa vitishkalardan olaman desangiz ham, bular ham bor. Narxlari misol uchun nech pul bo'ladi mana shu premierlar? Premierlar 1 million. 1 million so'm bo'ladi. Buni farqi orqa tarafda motori kattaroq. Lekin o'sha xizmat ikkalasi ham bir xil xizmat qiladi. Bu ham patnisni tortib oladi, bu ham patnisni tortib oladi. Duxovkalarda misol uchun patnisni olib turib, rishotkasiga qo'yib qo'yapti, tortib turadi. To'g'rimi? Reklamasi shunday bo'ladi bularni. Eng boshqa reklama shu. Ha. Lekin to'g'risini aytsam, u patnis biron joyda teshigi yo'q bo'lmasa, boshqa narsasi yo'q-ku. Xohlagan vitishkangizga shunday qo'yib qo'ysangiz, xohlagan vitishkangiz tortib ketaveradi. U narsa uchun ispitaniya qilinmaydi. Buni ispitaniyasi qachonki qo'yiladi, muddati yaxshi xizmat qiladi, ispitaniyadan o'tadi, keyin o'sha narsani haqiqatdan zo'r garantiyasini beramiz. Shunday narsa deb turib maqtasa bo'ladi. Oddiy misol ba'zi joylarga boriladi, endi kim qanaqa savdo qiladi o'zi biladi u narsani. Oddiy misol uchun mana shu arzon vitishkalarda ham misol uchun yaxshilab turib o'tkazib oladi. Bu yerda unaqa emas. Bu yerda arzonmi? Mana misol uchun aytiladi. Bunimiz buncha so'm. Mana shu arzonimiz nech pul? 600 ming so'm. 600 ming so'm mana misol uchun 200 ming so'm arzon. Mana shu vitishkalarda adashmasam chet rayonlarda ish ko'rganman, Ishtixonda, Pastdarg'omda, Tayloqda, oddiy misol so'ragan Buxoroda, daji shu narsalarga ishimiz tushib qoldi, esimizdan chiqqan olib borish vitishkasini. Bu vitishkadan olib borishimiz kerak, bu vitishkadan bu. Topa olmayapmiz hech qaysi joyda. Keyin og'ir qiziqishga bo'lsa ham narxini so'raganman. U vitishkani 950 ming so'm, 930 ming qilib beramiz, 910 ming so'm qilib beramiz degan joylarga men o'zim uchraganman. Shu uchun sizlarga mana shu narsalarni ko'rsatib qo'yayotganimizning sababi, adashmasdan bir og'iz telefon qilsanglar, bu tovarni o'tkazish emas. Ro'sta adashmagan holatda mahsulotni yaxshisini xarid qilib, o'zinglar uchun sotib olinglar degan maqsadda aytyapmiz. Hozir bollerlarga o'tamiz. Immuniy kerak narsalarni chiqaryapman hozir. Bollerlarimiz ham misol uchun keladigan bo'lsak, Asadolla o'zi ham qaralashib turasiz endi. Bollerlarimiz, bu nechtalik bollerimiz? 80 talik. Bu nechtalik? 50. 50 talik. Bu-chi? Bu ham 50. Bu ham 50 talik. Ana endi bu bilan buni farqi nima ikkalasini? Bu bilan bu Shvaki, to'g'rimi? Shvaki. Bu Royal. Ha, Royal. Farqi shu,
основной sborkasida. Bunisi yapon texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan, bunisi o'zimizniki. O'zimizniki Mesni, Toshkentda ishlab chiqariladi. Xo'p, nech pul narxi? Narxi 1.300 ga 1.500.000. 200 ming so'm farqi bor. 200 ming so'm farqiga buni olgan yaxshi. Chunki sensorli boshqaruv, baribir udobniy, yaxshi. kompaktniy variant. Endi bu narsamizchi, bunimiz nech pul? Bunisi 1.550.000. 1.550 ming so'm. 1.550 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, mana shu narsalarimiz oddiy misol tashqarida nech pul bo'lyapti, Asadullo? 1.800.000. 1.800.000, 1.900 ming so'm bo'lyapti. Sizlarga realniy narxlarda aytib o'tyapmiz. Oddiy misol mana shu narsalarimizda keyin yana bitta narsa bor. Bu bitoy texnikamizda. O'rtacha hisobda $2000 o'zi bitta xaladenli bilan bitta narsa olsangiz ham o'zi palon pul olib ketadi. O'rtacha hisobda $2000 ham u yerda savdo qiladigan bo'lsangiz, qo'shimchasiga korobkada qanaqadir batarkasi bilan ham jo'natish bo'ladi. Bu narsani ko'p guvoh bo'lganman. Aytilmasa ham o'zlari opa shuncha savdo qildik, yo akajon shuncha savdo qildik, mana sizga podarka. Uyimni o'zi mana shu mebel olib ketayotgan vaqtida upakovka qilib, ikkinchi mashinamizni olib chiqib ketayotgan vaqtida qo'shimcha narsalarni ko'rib qo'yaman. Misol deylik, demoqchi bo'lgan narsam, xudo xolasa, sotib olayotgan narsangiz o'zingizni shu cho'ntagingizga ketadi. Keyin mana bu narsa, bunimizmi mana bu narsa? Elektronik kamin. Aha, kamin. Bu necha kvadratni isitib beradi bu narsa? Bu kichkina bo'ladi. 20-20. 20 chiroyli narsa ekan. Tok оборотda qancha vatt tortadi, ha? Eng ko'pi bilan 2 kilovatt tortadi. 2 kilovat tortadi. Yaxshi narsa ekan. Narxi necha pul buni? 700 ming. 700 ming so'm. Narxi ham zo'r ekan. Juda chiroyli ham yonadi. Ha, bu yonib turadi bu narsamiz, ha? Kaminga o'xshaydi. Chiroyli. Chiroyli. Ha, shu zo'r ekan. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lik zo'rmi? Qaranglar endi do'stlar. Hozir Asadullo sizda eng ko'p xarid qilingan, ana joyga qaranglar. Eng ko'p xarid qilingan stiralniy mashinkamiz qaysi biri bo'lyapti? Siralni. Qani o'sha LG'miz. Bitta ko'rsatib. Chunki mana telefon qilib so'ragan vaqtda o'zim ham juda ko'p olib borib berganman. O'z yuk bilan qo'shib berganingiz. Mana shu narsamidi? Ha, LG hammasi. Mana shuni Eng edi. ko'pi mana shuda, ha. Bu 8,5 kilolik, 8,5 kilolik. 8,5 Yangi dizayn, yangi model. Bu funksiyasini qaranglar. Hamma yo'q sensor buni. Hamma yo'q, polni sensor, boshqaruv tizimi, unaqa joystick, tugmalari yo'q. Turbo bosh 39, даже LG'ning ko'p modellarida uchramaydigan funksiya hisoblanadi. Keyin bunda 16 xil funksiya, bemalol o'sha klivishni gipoallergen funksiyasi bor. Kiyimlarni allergiya bermasdan tozalab beradi. Bundan tashqari katushka qilmaydi. Sifatli yo'l beradi. Barabarni ham almaz hisoblanadi. U kiyimlarni ana materialni yomon qilib qo'ymaydi. Chiroyli. 10 yil motoriga garantiyasi bor, 3 yil o'ziga. Inverterli motor, eng pastvetda ham bemalol ishlay oladi. Smart diagnostikasi bor, telefon orqali boshqarsangiz bo'ladi. Xullas, eng oxiri full shu ekanda. Bunimizni nech pul beryaptik? Savdosiga o'sha narx pulga $500. Yana arzon qilib beriladi. Yana kelishtirib beriladi. $500 yana kelishtirib beriladi, deyapti. Telefon qilsanglar, xudo xolasa, haqiqatan dizaynni yorib qo'yibdi, dizaynda LG. Sensorda qarang, polni sensorda bu funksiyachi juda ko'p ekan bu yerda. Misol uchun. Zo'r, молодец. Endi oddiy bitta plisosda eng hadovoyini bitta ko'rsatib qo'ying. Plisosga juda ko'pchilik so'rashyapti-da. Plisosda eng hadovoyini ko'rsataylik. O'sha xizmat qiladigan, keyin misol uchun yaxshi puli ham normalniysida. Misol uchun juda qimmati ham kerak emas. Shu обычный. Ha, shu narsada. Shu. 1.900.000. Yapon texnologiya asosida ishlab chiqarilgan bu ham Sharp modeli. 22 litrlik, 2400 wattli bu. Tushunarli. 2400 watt. Eng hadovoy model shu o'zimizning. Buni garantiyasi qanaqa? Garantiyasi 3 yil. 3 yil garantiyasi bor. Garantiya beramiz. Olsam qol tushiraveradi. Hop, endi bu yerlarimizda mana oddiy qilib aytaylik, bu yerda juda ko'p tovar bor. Hozir bitta tanishtirib o'tadigan bo'lsa, bu yerda mikrolovkalar bor, misol uchun. Mikrolovkalarni misol uchun o'zingizlar dizayniga qarab turib xohlaganinglar tanlasanglar bo'ladi. Bu unchalik ahamiyatga ega narsa emas. Demoqchi bo'lganim, mana shu joyda turganlar hammasi mebelga tushoradi, chiroyli xizmatini qilib beradi. Video juda chiroylilari bor. Narxlari har xil. Misol uchun adashmasam 700 mingdan boshlansa kerak ekan mikrolovkalar. 700 mingdan. 700 mingdan tashlab to 1.300.000 so'mgacha bormi shu narsalarni?
3,5 million. 3,5 milliongacha bor ekan mikrolovkalarimiz. Endi u narsalar o'zingizlar tanlab olasiz. Bu yerda mana tefal, mana bu oshxonaga kerak bo'ladigan anjomlar, hamma narsalari bor. Konditsionerlarda aytib o'tganmiz avvallari, konditsionerlarda oldingi videolarimizda bor. Misol uchun ko'rsanglar bo'ladi, oldingi videolarimiz. Bu yerda endi eng kerakli bo'ladigan narsa duxovka, mikrolovkamiz qoldi, plus xolodilniklarimiz qoldi. Xolodilnikda bitta kattasidan, bitta sredniysidan, bitta kichkinasidan. Xuddi shunday qilaylik, kerakli anaqa qilamiz. Pulni ham bunday qilinglar. Ko'rsatgan vaqtinglarda juda ham qimmat narsa bo'lmasin, keyin xizmati, lekin ana shu qimmatini singari xizmat qiladigan narsani ko'rsatib bersanglar, qaysi birini ko'rsatamiz, Asadullo? Birinchi kattasida. Birinchi Qaysilar? kattamiz mana. Qaysini? Qaysini? Shunday. Buni faqat shu sveti bormi, yo'q qorasi ham bor? Mana qorasi ham bor. Kel, bu qorasini ko'rsataylik. Obzorini polni ochaylik, ichini polni ochib turib, boshidan shunday tushuntirib o'tsanglar, chunki misol uchun katta xolodilniklar ko'pchilik xohlaydi, lekin narx qimmat deb o'ylaydi. Shu narsani bitta aytib o'tsak, nech $770 avvalo narxini aytib Chotka o'taylik. ekan narxi. Bu narxda ko'p joylardan topish juda qiyin. Bu narxda bu kачестводagi tovarni ichi to'liq metal cooling, svet o'chgan ichida bitta taqdirda, ko'rsating, Asadullo. svet o'chgan taqdirda ichidagi haroratni 12 soatgacha bemalol saqlab tura oladi. Qo'ygan mahsulotlaringizni sifati buzilmaydi. Bu yerda alohida balanserlar bor, kameralar, meva sabzavotlar uchun mo'ljallangan. Sovutish tizimi bularda alohida. Tez yomon bo'lib qolmaydi mahsulot. Muzlatgichi ham morozelka qismi bo'lyapti. O'zida mana bunaqa удобный kameralardan iborat. Zo'r ekan. Bemalol o'sha olib katta ob'yomdagi mahsulotlardan qo'ysa bo'ladi. Motori invertor, passvetda masalan qishloq joylarida bemalol ishlab bera oladi. Tushunarli. Bular ham отдельный chiqadi. Torsa chiqar ekan bu narsalar. Polni hamma narsasi chiqar ekan bu narsani. Juda ham zo'r ekan. Xolodilnik qilsak bo'ladi, agar morozelnik katta desa, biror kishi. Mana shu tomonini xolodilnik qilsak bo'ladi. Bu tarafini znash xolodilnik bo'lsa bo'ladi. Morozelnik misol uchun menga bir tarafini o'zi yetadi morozelnik desa, znash bu yog'idan ham morozelnik tarafdan tushunarli, bo'ldi. Zo'r ekan. Haqiqatan. Tomoni xolodilnik, to'g'ri xolodilnik qilsak bo'ladi. Bir tomoni morozelnik. Buchi? Bu aytaymi, qanaqa? Bu zo'r variant. Siz olardiku misol uchun 7,450,000 so'mga mana shivaki 60 santimetrga 1,85 ligini masalan olardiku. Ozgina qo'shib turib bundan olgan menimcha выгодный narsa bo'lyapti. Chunki birinchidan to'rashaylik, ikkinchidan video undan ancha chiroyli, uchinchidan ichidagi funksiyalari haqiqatan bomba ekan. 9,300,000 so'm bo'lyapti. Hozir 1,900,000 so'mga farq qilyapti. Zo'r. 1,900,000 so'mga mana shuni olgan yaxshi misol uchun. Xo'p, buni ko'rsating. Mana hozirki endi ko'rasiz. Hali ko'rsatgan xolodilnigingiz bor ekanda to'rashaylik. Ana shundan olaman dedi. Qarab turasiz. Chunki men o'zim ham tavsiya beraman. Bundan ko'ra bu zo'r ekan. Qaysini? Endi buni garantiyalarini bitta aytib bering. Qanaqa motor? 10 yil motoriga garantiyasi bor, 3 yil o'ziga. 3 yil o'ziga garantiyasi bor. Tushunarli. Bo'ldi. Zo'r. Endi o'sha har doim olayotgan 60 ga 1,85 ligimizni bitta ko'rsataylik. Ana o'zi shu yerda adashmasam. Qaysida? Bu Asadullo. O'sha har doim olayotganimiz 1,85 ga 60 santimetrlik. Shivakimdan tamom bo'ldi. Shivaki tugadi, tushunarli. O'shani narxida hozir qaysi biri bo'lyapti? 7 million, 7,5 million atrofidagi narx bor. Mana bu $650 Samsung bor. Samsung ham, bu ham chiroyli ekan, juda chiroyli ekan. $650 bu narsamiz. $680 LG ham bor. LG. Ana shu. Aha. Klientingizga sotdik ana shu. Tushunarli bo'ldi. Yaqinda kelib olib ketdi. Bundan. Bu ham chiroyli ekan, bu ham chiroyli ekan. $680, $650 ha? Tushunarli. Bulardagi qanaqa motorlari? Bu ham shunaqa smart invertor motor. Passvetda bemalol ishlay oladi. Samsung original koreyskiy sborka. Har bir oynasi tovlangan shishadan yasalgan, sinmaydi, baquvvat. 3 yil o'ziga, 10 yil motoriga garantiyasi bor. Tushunarli. Zo'r gap aytayim, nari xolodilnik olgan yaxshi. Chunki bu вообще выгодный yo'qdi-da bu narsa. Endi qaranglar. Hamyon bor, cho'nta bor,
doimiy ketadigan xolodilniklarimiz, misol uchun 1.45 ga 55 ha bu. 55'e. 1.55 ga 45 ha. Ruchkalari ham maza qilib ishlasanglar bo'ladi. Bu narsa endi tepada morozenniy, pastda xolodilnik, to'g'rimi? Buni motorlari qanaqa? Motori u ham shu oddiy motor, lekin pastvida ishlay oladi bu. Ishlay oladi. Ha. Narxi necha pul bo'ladi bu narsamiz? 280 dolar. 280 dollar. Chotgina 280 dollarmi? 3360. 3 million 360 ming so'm. Bo'ldi. 3 million 360 ming so'mga mana shunday bu endi sizlarga hozir ko'rsatayotgan narsalarimiz eng hadovoy, eng standart shu cho'ntak bo'lgan xolodilniklarni ko'rsatdik hozir. Mana shu narsalarimizni. Bu yerlarimizda mana misol uchun duxovkalarimiz bor. Endi duxovkaga keladigan bo'lsak, duxovka mana bunisi yangi kelib shekilli. Mana shular hammasi yangi kelgan. Ha? Ifes, Lareto bor, Turkiya brend ostida ishlab chiqarilgan. Bu ham Turkiya, ular ham Turkiya, shunaqa. Ha, hammasi bitta xil Turkiyada ishlab chiqarilgan. Tushunarli. Mana bu necha pul? 150 dolar. 150 dollarlar. Вообще 3 ta patnasi bor. juda zo'r duxovka ekan ha. Baquvvat kelgan ham, dizaynni ham cho'tki ishlab qo'yibdi. Buni 150 dollar dedinglar ha? Tushunarli. Oldin olardik 1 million. Bundan kichkina edi. 1 million, 1 million 100, 1 million 200. Bunda shunday olardik. Razmeri necha buni? Bu 62 ga 40lar, 38lar chiqadi. 38-40. Ha. Maksimum bo'lsa 40 da. Tushunarli. Mabodo mana shundan olmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, bir og'iz aytib qo'yasizlar. Razmerini o'shanga qarab tashlayman. Sababi avvalgisidan ko'ra razmeri kattaroq ekan. Avvallari 53 midikin, 54 midikin shu atrofda 35 santimetrga bo'lardi. Hozir mana kattaroq ekan. Mabodo mana shu duxovkamiz yoqadigan bo'lsa, bitta ichini ko'rsatib qo'yaylik-da mana shu duxovkamizni. Ichini bitta ko'rsatib qo'ying, haqiqatan 3 tadan pat. Bu haliga pishiriqlar uchun ha? Bu вообще og'ri bu patnoslar ham ha? Bo'ldi, zerikkan paytda doira qilib o'ynayman. Zo'r. 50 dolar qo'shilsa, stroyni qilsak ham bo'ladi. 50 dollar qo'shiladigan bo'lsa, bunimiz ha? Ana shu. Hoffmanniki. Stroy. 50 dollar. Bu 200 dollar deyapsiz, shundaymi? 200 dollar. Bu doim oladigan eng ko'p anaqamiz ha? 200 dollar bo'layotgan narsa. Tushunarli. Keyin bu narsanimizni Asadullo ana bu mikrolovkasi necha pulida? Ikkosi ham 200 dollar ha? Tushunarli. Endi yana bitta narsa. Hozir vitishkaga ko'zim tushib qoldi. Vitishga qaranglar do'stlar. Men tavsiya beraman. Endi buni har kim ham olib qo'ya olmaydi. Narx qimmat narsa. Hoffmanniki, Stroni. O'zim Andijonda hozir aytaman necha pulga olganimizni. Stronida 2 million 400 mingami, 2 million 600 mingami oldik. Bu necha pul berdi hozir? 150 dollar. 150 dollar oladigan bo'lsa 2 millionga yaqin ha. Shunday chiqdi. 1 million 800 ming so'm chiqyapti. Men o'zim mana o'zim andijonlik bo'lsam ham, haqiqatan Andijondagi tovarlar arzon, juda ko'p narsa arzon deydi. Haqiqatan arenda joylar ham arzon o'zi aslida. Lekin mana shu vitishkaga ishim tushgan vaqtida shunaqa qimmat olib o'zim iloji yo'lidan bo'lib qoldi-da. Chunki mebel butib bo'ldi. Biz vitishkani jo'natganmiz, tabletka vitishka jo'natganmiz, Stroni emas. U yerda Stroniga mo'ljallaganmiz, asakaga qo'yganmiz, uni endi obzor qilamiz. Juda katta ish qo'yganmiz. Narxi ham 43 million so'mga qo'yilgan mebel. O'sha joyda 2 million 600 ming ham, 2 million 400 ming so'mga ham oldik mana shu narsani. Demoqchi bo'lgan narsam hozir 1 million 800 ming so'm bo'layotgan bo'lsa, unga 2 barobar oshiqroq narx bo'lyapti, lekin mana misol uchun mebelni o'rnatgan vaqtingizda mebelni tepadagi shkafingiz bir xil standart ketadi. Mana bunday ketmasdan bir xil standart ketadi. Men tushundim bu narsani. Lekin buni sifati undan ko'ra aytib qo'yish kerak, tortish kuchli. Mana bu ochiladi ishlagan vaqtida. To'g'rimi? Ana shunday. Shunday ochiladi ishlagan vaqtida bunga yaqinroq turadi. Mana bunimizga. Chunki shkaf bir xil o'tib ketadi-yu. Parda shunday olib chiqib ketadi. Demoqchi bo'lgan narsam tavsiya beraman. Imkoniyatinglar yetadigan bo'lsa, shu narsadan zakaz bersanglar qo'yib beraman. Qo'yib kelyapmiz ham bu narsadan. Bu ham sensorli, pulti ham bo'lsa kerak menimcha. Ha, chunki
Bu yerdan ishlatish qiyin bo'lgan narsaga pastdan pultdan boshqasi bo'ladi. Bundan qo'ydik. 2-3 marta qo'ydik. Meni o'zimga yoqdi haqiqatan. Kalyonli ekan, oynali ekan. Xo'p, mikrolovkamizni bitta ko'rsatib qo'yaylik. O'sha aytgan mikrolovkangiz u tarafdamidi? Shu? Doim olayotganimiz. Mana shu narsamiz mikrolovka. Bu ham necha litrli? 25. 25 litrli. Tushunadi. Bo'ldi. Do'stlar, qaranglar. Xudo xolasa hamma narsani ko'rsatdik, lekin eng kerakli narsalarni hozir chiqarib berdik. O'sha juda, hozir misol uchun o'sha kerakli narsalarni chiqarib berdik. Bu yerda televizor, pilosos, blender, morozelnik, xolodilnik, xullas ro'zg'orga nimaiki kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma narsamiz bor bu yerda. Kataloglari bor, Telegram kanallari bor. Bemalol o'sha yozib turib Telegram kanallarini, gruppalarini so'rasanglar, silkalarini tashlab berishadi. Televizorlarni ham misol uchun atrofda misol uchun nech pul bo'ladigan bo'lsa, ana shu joydan 20-30 dollar arzoniga chiroyli qilib skidka qilib chiqarishib beradi. Konditsionerlari ham misol uchun hamma narsasi bor. Bo'lar deydigan bo'lsangiz, bo'larlari ham bor. Demoqchi bo'lganim umumiy ehtiyoji bu kerak bo'ladigan misol nimaki kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani shu yerdan topsanglar bo'ladi. Sifatli, arzon narxda xudo xolasa topsanglar bo'ladi. Pastda nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. WhatsApp, Telegram'i, telefoni ham doim 24/7 ishlab beradi xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan yana qaytib zo'rmayverlar. Ko'rishguncha.